Banklardan avtokredit olayotganda siz 25% olib, lekin aslida undan ham balandroq foizda kredit olayotganingizdan xabaringiz bormi? Men hozir sizlarga tijorat banklaridan Cobalt avtomobili uchun avtokredit olish jarayonini faqat bankir ko'ra oladigan tarafdan tushuntirib beraman. Shunday ekan, videoni oxirigacha ko'ring. Hozirda avtosalonlarda Cobalt Style MCM narxlari 156 million 100 ming so'm tashkil qiladi. Uni misol uchun 3% 46 million 830 ming so'm boshlang'ich to'lov to'lagan holda MBUdan 25% ga 5 yilga olamiz. Hozircha hammasi tushunarli. Endi avtokreditning asosiy qismlaridan biri sug'urta to'loviga keladigan bo'lsak, odatda garoz summasining 0,2%ni, bu esa 1 million 92 ming 700 so'm tashkil qiladi va buni 5 yilga ko'paytirsak 5 million 463 ming 500 so'mni tashkil qiladi. Asosiy kerakli ma'lumotlar aniq, endi hisoblab boshlaymiz. Buni tannarxdan avvalroq hisoblagan 3% boshlang'ich summani ayiramiz va bu 109 million 270 ming so'mni tashkil qiladi. Endi maxsus kredit kalkulyatorda shu summani 5 yilga 25% dan qancha bo'lishini topib olamiz va bunda jami to'lov 192 million 433 ming va ortiqcha foiz 83 million 163 mingdan bo'lishini ko'rishimiz mumkin. Endi juda e'tiborli bo'ling, ortiqcha to'lanadigan foiz summasiga 5 yillik sug'urta summasini qo'shish orqali 88 million 626 ming 646 so'mdan kelib chiqishini ko'rishimiz mumkin. Endi bank sizga aytmaydigan nuqtaga yetib keldik. Bunda biz kredit kalkulyatorini ochib, mashinaning tannarxidan boshlang'ich summa ayrilganda kelib chiqadigan 109 million 270 ming so'm summa 5 yilga necha foiz bilan berilsa, ortiqcha to'lanadigan foiz summasi 88 million 626 ming 646 so'mga yetguncha dastlabki 25% ni ko'tarib boramiz va biz kreditning haqiqiy foiz stavkasi taqriban 26,5% bo'lishini ko'rishimiz mumkin. Endi bitta Cobalt avtomashinasi bizga qanchaga tushgan topishimiz uchun 109 million 270 ming so'm yuzaga kelgan ortiqcha foiz summasini va boshlang'ich 30% summani qo'shamiz va yakuniy 244 million 726 ming so'mmaga to'g'ri keladi. Lekin siz xuddi shu mashinani yangisini avtosalondan naqd pulga 156 million 100 ming so'mga olib chiqsangiz bo'lardi. Xullas, siz avtokredit olish orqali ham 90 million so'm ortiqcha pul to'layapsiz, ham 25% kredit oldim deb uni 26,5% dan to'layapsiz. Nima kerak shuncha muammo? Kattalar aytganday naqd asal, to'g'rimi? Videoga like bosing, agar likelar soni 1000 tadan oshadigan bo'lsa, men sizlarga avtokredit olayotganda yeb qo'ymaslik uchun nimalarga e'tibor berish kerakligini tushuntirib beraman. Bu videoni o'sha avtokredit olib, kredit to'layvergan tanishlarga jo'natib qo'ying. Bundan ham sifatli moliyaviy kontentlarni o'tkazib yubormaslik uchun esa menga obuna bo'ling. Zero mendan boshqa hech kim bu narsalar haqida sizga aytmaydi.